Hammaga assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Oxirgi payt juda ham ko'p savol beryapsiz imенно Mirzo Ulug'bek maktabi haqida va bugun biz shu maktabga tashrif buyurib, hamma batafsil ma'lumotlarni yig'ib, shu video orqali sizlarga javob beramiz. Maxsuslashtirilgan fanlar bo'yicha direktor o'rinbosari Jo'rayeva Vusal Olimjonova bo'laman. Bu yerda 2023-yildan beri faoliyat yuritaman. Maktabimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan maktabimiz obzorini qilamiz. Bugun maktabimizda nimalarni ko'ramiz? Maktabimizda xohlagan joyingizni ko'rsatishi mumkin. Darslarimiz, laboratoriyalarimiz, maktab sharoitlari, yotoqxona sharoitlari. Xullas, sizni qanday savol qiziqtirsa, bugun hammasiga javob olasiz. Bunda hurmatli ota-onalar, davaychi hamma savollaringizga bugun javob beramiz. Qani ketdik. Maktabimiz 2019-yilda tashkil topgan bo'lib, bu asosiy binomiz. Maktabimiz sig'imi 200 nafar o'quvchiga mo'ljallangan. Chet viloyatlardan kelgan o'quvchilarimiz maktabimiz yotoqxonasida turib o'qishga qatnashishlari mumkin. Toshkent shahrida yashaydigan o'quvchilar esa ota-onaning xohishiga ko'ra uyidan qatnashishlari mumkin. Marhamat, hozir asosiy binoni ko'rsataman. Menda bitta savolim bor-da. Hozir 200 ta joy deyapsiz-da. 200 ta joy hammasi o'zi band qilinganmi? 200 ta joyda hammasi band qilingan, lekin ba'zi bir uzrli sabablarga ko'ra o'quvchilarni o'zlashtira olmaganliklarini hisobga olib, 2-3 ta o'rnimiz bo'sh bo'lishi mumkin. Bu 8, 9 va 10 sinflarimizga to'g'ri keladi. Shunda hozir bu maktabda где-то bir 190 ta o'quvchi o'qiydi, to'g'rimi? Shunday. Tak, qarang, sizga birinchi savolim, hozirgi paytda juda ham ko'p ota-onalar hattoki prezident maktabi borligini bilishmaydi va ixtisoslashtirilgan maktablar borligini ham bilishmaydi. O'shaning uchun bizning ota-onalarga sal informatsiya bera olasizmi? O'zi prezident maktabi nima va ixtisoslashtirilgan maktablar nimaligini? Menimcha, O'zbekiston bo'yicha ixtisoslashtirilgan maktablar nima ekanligi va ular nimaga ixtisoslashganligi, prezident maktabi nima, ularning faoliyati qanaqaligi haqida bilmagan ota-onani o'zi qolmagan bo'lsa kerak. Lekin shunday bo'lsa ham maktabimiz haqida qisqacha ma'lumot beraman. Yana yuqorida ta'kidlaganimdek, maktabimiz 200 nafar o'ringa mo'ljallangan. Maktabimizda darslar o'zbek va rus tillarida olib boriladi. Bu degani bizda rus sinflar ham, o'zbek sinflar ham bor. Shu joyda ta'kidlab o'tmoqchimanki, butun respublika bo'yicha ixtisoslashtirilgan maktablar orasida bizning maktabimiz va Abu Ali ibn Sino nomidagi maktabda rus va o'zbek tillarida darslar olib boriladi. Bundan tashqari bizlar fizika, matematika, informatika va ingliz tili fanlariga ixtisoslashtirilganmiz. Ya'ni o'sha fanlar bizda chuqurlashtirib o'tiladi. Va yana bir ta'kidlab o'tish mumkin bo'lgan joyi borki, bu yildan, mana shu 2026-yil mart oyidan bizning maktabimiz xalqaro IB akkreditatsiyadan o'tdi va biz xalqaro unvonga, xalqaro nomga ega bo'ldik. Bu nima beradi bizga? Bu bizning o'quvchilarimizni oliy o'quv yurtlariga kirish uchun yanada kengroq va ko'proq imkoniyatni beradi. Endi ba'zi informatsiya yig'ildi. Endi qarang, yana shunaqa bitta savol. Oddiy maktabdan ko'ra ixtisoslashtirilgan maktabdan nima farqi bor? Bu ham juda ham ko'p beriladigan savollardan bittasi. Birinchidan, eng birinchi va hammaga yoqadigan joyi, ana smak joyi, bizda hamma narsa 100% tekin. Ixtisoslashtirilgan bilimlar, o'quv kurslari, tugareklar, 5 mahal ovqatlanish, yotoqxona, bu hammasi davlatimiz rahbarini imkon yaratib bergan imkoniyat va bundan hamma ota-ona foydalangisi keladi. Shu, bunda rahmat kattakon. Tak, endi boshqa joylarga o'tamiz sekin. Tak, Saidxo'ja aka, mana biz hozir qaysi fandamiz? Hozir fizika darsidamiz, fizika fanida. Bu fizika laboratoriya xonamiz. Hozir 11-sinflarga darsimiz bo'lyapti. 11-sinflar reja bo'yicha astronomiya bo'limiga yetib kelgan. Ularga hozir bugun quyosh sistemasi obyektdan o'tyapmiz. Aka, mana bitta savolda, ixtisoslashtirilgan maktabdan oddiy maktabda bo'ladigan fanlar bor-ku, fizika. O'shandan nima farq qiladi? Avvalambor rejasida, soatida farq qiladi. Reja qanday ishlab chiqariladi? O'zimiz ham hozir rejada ishtirok etyapmiz. Talabdan kelib chiqadi. Oddiy maktab o'quvchilariga A1 talab qo'yilsa, bu nima degani? Endi ilmiyatmi? Ularni nimalarni bilish kerak bo'lgan davlat ta'lim standartlari bor. Oddiy maktab bitiruvchisi fizikadan nimalarni biladi?
Masalan, elektr toki haqida ma'lumotni bilsa, ixtisoslashgan maktabda qanday talab qo'yiladi? Elektr toki haqida ma'lumotni bilish, uni mustaqil ishlata olish, hayotga bog'lay olish, undan mustaqil tajriba o'tkaza olish, xullas, talablar yuqori bo'ladi. Shu standart, davlatdan standartni belgilab beradi. Ixtisoslashgan maktabga demak standart yuqori bo'lgandan keyin ajratilgan soat, oddiy maktablarda 1 soat, 2 soat ajratilsa, fizikaga bizda 5 soat. Hozir mana shu 11-sinfda haftasiga 5 soat va astronomiya alohida darsi bilan haftasiga 6 soat dars o'tamiz. Ikkinchi yana bitta farqi, bizda bolalar bo'lib o'qitiladi fizika. Oddiy maktablarda fizika umumta'lim fani sifatida qo'shib o'tiladi. Bizda esa ixtisoslik fani sifatida fizika 10 kishi bolalarni kam o'quvchi bo'lgandan keyin o'qituvchi ham bemalol ishlaydi, laboratoriya jihozi bemalol yetadi. Shuning uchun hozir ko'ryapsiz-ku, bemalol aytyapman, jihozni topib olib kelib beryapti. Shunisi ham Shu rostdan ham kam o'quvchi bilan menimcha dars zo'r o'tsa kerak. Okey. Qarang, yana bitta savolda. Men o'quvchilar ko'pincha menimcha praktika bo'ladi, to'g'rimi? Oddiy maktabga boradigan bo'lsam, maktabda faqat tam konspekt aytaylik, endi grup aytaylik, konspekt qilishadi va so'zma informatsiya berishadi. Bu yerda men ko'ryapman, prям praktika zo'r bo'lar ekan. Praktika zo'r bo'ladi. Undan tashqari virtual laboratoriyamiz bor. Bular hozirgi o'quvchilar telefonga bog'langan. Virtual laboratoriyaning telefon varianti bor. Telefoniga tashlab beramiz, tushunmay qolgan joyini. Keyin bular mustaqil izlanishga maligi 11-sinflar aynan meni nima yaxshi taassurot qoldirishi. Bular bemalol inglizcha, hammasida IELTS sertifikati bor. 100% inglizcha ma'lumot topib keladi. Mavzuni men tushuntirgandan tashqari boshqa manbalardan ham mustaqil o'rgana oladi. YouTubedan yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlardan yoki boshqa elektron variantlardan bemalol foydalanadi. Hozir men sizlarga bular yaqinda o'tgan nima transformator ishlash prinsipini laboratoriyasini ko'rsatib beraman. Buni hozir 9-sinflar, 8-sinflarga ham o'tyapmiz. Bizga bunda kerak bo'ladi ikkita multimetr, xalq tilida buni tester ham deyiladi, ulash simlari, transformator va kuchlanish manbai. Mana bu xavfsiz 220 ga ulangan, bu yerda esa 12 voltgacha o'zgaruvchan tok chiqarib beradi. Bizda hozir o'zgarmas tok ham chiqarib beradi. O'zgaruvchan tokni ishlatamiz va qanday o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Fizikada nima uchun xususiy maktablar ochilmaydi? Uncha-munchaga fizikaga ixtisoslashgan. Laboratoriya jihozlari yaxshigina pul turadi. Shuning uchun uncha-munchaga xususiy maktab ochilavermaydi. Matematikani kompyuter doska bilan o'rganish mumkindir. Haligini o'rganish mumkindir, lekin fizikani uchun laboratoriya jihozi kerak, shuning uchun qiyin. Endi mana kuchlanishni oshirib boramiz. 1.7 kirib 0.2 volt chiqyapti. 3.6 demak 2 barobar oshganda bu 3 barobar hozir aniqlashib ketaveradi oshirganimiz mana. 5.6 kirib 1.2 chiqyapti. Endi bu yerda qismlar qarshilagan bor. 8 volt kirganda 1.5 chiqadi. Demak 7.5 kirganda 1.5 chiqadi. 5 marta transformatsiya koeffitsiyenti bo'lyapti. 9.4 kirganda 2 kiryapti mana taxminan. Mana 11.3 kiryapti, 2.4 chiqyapti. Mana shu transformatorning kamaytirish koeffitsiyenti. Agar hozir biz xuddi shu jarayonni teskari amalga oshiradigan bo'lsak, mana bu kirish kuchlanishlarni bu shuncha marta ko'tarish berish kerak bizlarga. Hozir mana bunday teskari qilib, mana shu oddiy bitta mavzumizda bitta jihozni ikki xil ishlatilishini agar shuni teskari qiladigan bo'lsak, endi shu 6 marta baland chiqish kerak. 5 marta, 5 barobar, 6 barobar. O'zi bu yerda hozir 4 barobar deyapti, lekin ko'rdikki 5 barobar. Jihoz yozilgani bilan demak o'ramlar son yasalishi boshqasiga ko'ra 5 barobar chiqyapti. Simlar qarshiligi bor. Ana endi xuddi shu 5 barobar ziyod ko'rsatish kerak. Bu shunda faqat ko'paytirib ham. Ko'paytirib. Teskari. Masalan, uyingizga kiradianda transformator kamaytirib beradi. Nimadan stansiyadan chiqarilayotganda, GESlardan ishlab chiqarilayotganda sizga yuqori visokovolt degan xalqda tushuncha bor-ku, ko'tarilib jo'natiladi. Mana qarang. 1.6 kiryapti. Hozir mana 7 5 barobar ko'taryapti taxminan. Endi ko'tarib beryapti. Ko'taraveramiz. 3.4 kiryapti, 15. 5 barobar taxminan oshirib beryapti. Mana 5.5 20 4 barobar 5 barobar ko'tarib beryapti. Bu endi qarang, как stabilizatorga ham o'xshab ishlaydi-a? Stabilizator ham uni vazifasi bundan mukammalroq, ham kuchlanishni pasaytirib, ham u ushlab ham turadi o'zida.
stabilni ushlab turadi. Masalan, kuchlanish o'ynayotgan to'g'rilab beradi stabil. Yo'q, bu transformator faqat kamaytirib ko'paytiradi. Bu mahallalarda mahalliy transformatorlar bor, kichkina qishloqlarda ligida bo'ladi. O'sha narsa kuchlanishni pasaytirib beradi. Oddiygina mana zaryadchikni tokka tiqqaningizda telefon zaryadkasini 220 voltga tiqasiz, lekin 12 volt telefonga zaryadka beradi. Ichida mana shu narsa bor. Oddiy kompyuterda mana bu zaryadchikning ichida ham hozir shu narsa bor. Faqat mini yasalgan. Nissimdan bo'ladi. Kichkinagina qilib yasaladi. Hamma narsa 220 ga tiqlab 12 voltga ishlaydi. Bu televizorda ham bor, hammasida tok kirgan joyda bo'ladi. Endi uni alohida qilingan. Qolgan narsalarda tok kirgan joyda, masalan, monitorda ichida ham hozir tok kirgan joyini ochsangiz, aynan shu narsa bor. Kuchlanishni pasaytirib, nima qilib beradi. Juda ham o'zi ko'p odamlar savol beradi-da, nimaga mana shunaqa narsa bor desa, buni ichida transformator bor ekan. Ha. Bu aytgan sizda buni ichida o'sha stabilizator joy tok saqlamas ham aynan mukammalrog'i bor. Mana bu kuchlanish o'zgargani bilan bu o'zgarmas qilib kompyuterda kuymasligi uchun mukammal qilib chiqarib beradi. Bo'ldi, tushundim. O'shaning uchun ana domlarni oldida har doim katta transformator bo'ladi. Значит, bu faqat kichkina versiya. Buni kichkina versiyasi. U juda katta versiyasi. Qizib ketma. Hozir mana agar e'tibor bergan bo'lsangiz, hid chiqdi. Qiziydi. U qizimasligi uchun yoqqa solingan bo'ladi. Endi texnika xavfsizligi qilingan, hamma narsa to'g'rilangan bo'ladi unda. Va bu transformatorda ishlash prinsipini o'rganishimizdan maqsad har bir texnikaning ichida bor. Tokka ishlaydigan hamma texnikaning ichida bo'ladi. Yo kuchaytiruvchisi, yo susaytiruvchisi yoki stabillashtirib beradigan bo'ladi. Mana siz aytgandek, stabilizatorga o'xshagani bo'ladi. Muvozanat ushlab turadi. Masalan, Artel yoki boshqa kompaniyalar reklama qilyapti-yu, 130 voltga ham ishlaydi deb. Ana shularning ichida stabilizatorga o'xshagan transformator bor. Kuchlanish tushib ketsa ham o'zi aqlli bo'ladi. Ko'tarib beradi, ko'tarilib ketsa tushirib beradi. Bir xil me'yorda. Mana transformatsiya koeffitsiyenti hozir bunda 5 o'zgarmas-ku, bu oddiy hol. Unda o'zi o'zgartiradi, ichida elektronikasi hamma narsasi bo'ladi. Bularda ham hozir shunaqa narsa bor. Shuning uchun ular himoyalangan, past kuchlanishga ham ishlaydi. Bo'ldi, tushunarli. Endi qarang aka, biz mana shu hammasini ko'ryapmiz, tushunyapmiz. Endi texnik безопасность, то есть xavfsizlik taraflama nima deyishingiz mumkin? Допустим, mana shu praktika borda endi Xudo asrasin baribir ham bu texnika-yu. O'sha darsda qanaqasida xavfsizlik bor? Mashinaga, допустим, yomon tushirmaslik uchun. Birinchi o'rinda mana bizda mana stabilizator deganingiz mana xavfsizlik shiti bor. Bundan chiqadigan kuchlanish hamma partiyalarga yo'llangan, bolalar laboratoriya bajarishi uchun 42 voltdan oshmaydi. Inson salomatligi uchun xavfsiz voltga tushirilgan. O'quvchilarga keyin ikkinchi holatda o'quvchilar ishni boshlashdan oldin emas, umuman fanni boshlashdan oldin, elektrga o'tishimizdan oldin, mexanika o'tishimizdan oldin o'sha fan bo'yicha bo'ladigan texnika xavfsizliklar tushuntiriladi. Masalan, hozir bu zanjirda o'quvchi yiqqanda men tekshirmasdan to'g'ri yig'ildimi, yo'qmi, tekshirmasdan oldin manbaga suqish mumkin emas. Hozir bu ham mana 220 bo'lgani bilan bu yerda to'liq xavfsiz qilingan 12 voltdan ziyod chiqarib bermaydi. Keyin qarang, 12 voltdan ziyod chiqargani bilan amperi odamni o'ldirib qo'yishi mumkin. Buni amperi tushirilgan, shuning uchun o'quv tok manbai deyiladi. Masalan, siz akkumulyator zaryadchik hayotda ishlatishingiz mumkin-ku. Ular bunaqa emas. Ular tez zaryadlash uchun tok kuchi oshirilgan. Bu o'quv laboratoriya tok manbai bo'lganligi uchun bu xavfsiz sanaladi. Albatta xavfsiz sanalganda inson salomatligi uchun xavfsiz bo'lishi mumkin, lekin texnika uchun xavfsiz. Agar noto'g'ri olib qo'ysa, texnika kuyib qolishi mumkin. Keyingi, masalan, ulardan keyingi pokoleniya yoki ulardan keyingi sinf yoki boshqa darsda buni foydalanolmay qolishi mumkin. Shuning uchun bolalar tekshiramiz. Haqiqatan to'g'ri ulangan bo'lsa, mana ketma-ket parallel ulanishlari, bu yerda ham o'zi fizikasi bor. Uni chizmalarda o'tamiz. Ketma-ket parallel ulanishni to'g'ri tergandan keyin bo'ldi, ulashga ruxsat beramiz, keyin tokka ulanadi. Bo'ldi, tushundim. Unda ota-onalar bemalol qo'rqmasdan farzandini o'qishga jo'natirsa bo'ladi. Bemalol uni texnika xavfsizlik jihatdan o'zimizga ham juda muhim, o'quvchilarga ham shuni o'rgatamiz. Hozir mana sizga o'quvchilarimizni nazorat ishida yasagan 8-sinflar bilan 11-sinflar elektr laboratoriya ishini bajaradi. Mana hozir ikkita guruh, buni BSB, CSB degan narsalar bor. Hozir nazorat ishiga mana shuni ko'pchiliklashib yasab kelgan. Bu hozir endi sxemalarni o'quvchilar o'zlari bilgandek tortgan, lekin bu yerda sizda sim juda ko'pdek ko'ringan. Endi hali bular tartibli ishlashni bilmaydi, lekin bu yerda
2 xonali uyni to'liq montaj qilishgan. Mana bu havo parragi, xonani shamollatib turish yoki buni o'rniga konditsioner, uyda konditsioner ishlatishingiz mumkin. Bu xona chirog'i, bu shit. Biroz kirganda hozir Euro standart bo'yicha himoya turadi. Mana shularning barchasi o'sha narsa uchun mo'ljallangan. Mana shu 8-sinf o'quvchilarimiz yasab kelishgan. To'liq xonani montaj qilishgan. Bular batareykalardan xonani montaj qilishib, mana shu nimalarni qanchon yonadi, nima qiladi hozir. Qo'yilmaligi 8-sinf 2 xona uyda mana bu hovli. Hovlida chiroq qo'ygan, bitta yoqib o'chirish qo'ygan. Bu xonani ichiga chiroq qo'ygan, xonani ichiga parra qo'ygan, xonani ichiga rezitka deydi-yu xalq tilida. Mana bu yerda ham rezitka bor, chiroq bor, haligi bor. Parra bor. Xuddi shunday bu yer montaj qilishni o'rgangan. Demak, faqat darsdagi elektr sxemalarni emas, hayotdagi elektr sxemalar. Endi buni shunga qarab baholaganmiz. Mana bular montajni to'g'ri olib bormagan, bular qo'ldan kelgancha mana elektriklarga o'xshab bir qatordan olib borgan. Aynan burchak ostida yurgizgan. Sababi devorlarda kimdir malyar ustalar ishlaganda xohlagan joyda teshganda sim chiqib qolmasligi uchun o'zi standarti bo'yicha yuradi. Xuddi shu narsa. Endi bular sodda qolib shit yiqqan. Bizda unaqa avtomat turadi uyimizda. Uyda eshikdan kirgan joyingizda avtomat bo'ladi, har bir xonani alohida o'chirish. Xuddi shu maqsadga erishish uchun yiqqan bu. Qo'yilman, zo'r lekin. Mana shunday bu ikkita guruh bo'lib bajarishgan. Buni 5 kishi, buni 5 kishi bajargan va shunga yarasha baho olishgan. O'ylab olsam 8-sinf o'quvchisi mana shunaqa почти uyi butun elektronikasini nazar qilishgan. Zo'r lekin. Tushunarli? Rahmat sizga kattakon. Juda ham xursand bo'ldik. Ota-onalar ham juda ham manfaatli kontent bo'ldi deylik. Hozir endi sekin-sekin boshqa xonalarga o'tib, u yerda ham obzor olishimiz kerak. O'shaning uchun ota-onalar uchun-da nima deymiz? Doimo ota-onalarga aytadigan gapim, o'quvchini shu yerga tayyorlab kirgizish kerak. O'qishda o'zimiz hamma xavfsizlik jihatdan nimanidan keyin nimani o'rganish kerak, qaysi fanni qancha o'rganish kerak, hammasini chiroyli qilib o'zimiz o'rgatamiz. Bo'ldi. Kirgizib berishsa bo'ldi. Shu yerga tayyorlantirib kirgizib bersa, o'qitishda umuman muammo bo'lmaydi. Ota-onalar o'zi ko'rdi-yu mana hamma narsani. Menimcha ularda o'zi motivatsiya paydo bo'ldi. O'shaning uchun rahmat aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugun bu qanaqa fan bo'lyapti? O'zi qanaqa dars bo'lyapti? O'shani sal tushuntirib keta olasizmi? Bu kimyo darsi. Bilasiz, kimyo mo'jizakor fan hisoblanadi. Chunki hayotimizni har bir jarayoni kimyo fani bilan o'ta chambarchas bog'liq. Biz har safar o'quvchilarga aytamiz, yeyotgan ovqatimiz ham, ichayotgan suvimiz ham, nafas olayotgan havomiz ham bu hammaviy kimyoviy moddalardan tarkib topgan. Okey. O'zi mana yana bitta savolim bor-da. Oddiy maktabdagi ximiya darsidan ixtisoslashtirilgan maktabdagi ximiyadan nima farqi bor? Bizda har bitta darsda o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lishi uchun tajribalar o'tkazib ko'ramiz va o'sha mana birgalikda o'quvchilar o'tgan mavzular yuzasidan ham tajribalar o'tkazamiz va bizga yana bir qulaylik tarafi o'quvchilar agar e'tibor qilgan bo'lsangiz har bittasi bitta alohida modda bo'lib o'tiradi. Bizda har bitta o'quvchini o'zini nomi bor va eng qiziqarli taraflari yana bir taraflari o'quvchilar shu olgan bilimlarini tajribalar orqali ko'rsatib bera olishadi. O'zi oddiy maktablarda ko'ra praktika kamroq, sizlarda praktika ko'proq ekan. Oddiy son kamaysa sifat ortib boradi deydi. Bizda o'quvchilar bitta darsda 10 tadan o'quvchi o'tiradi-da. Umumta'lim fanlarida, boshqa ixtisoslashgan maktablarda 24 tadan o'quvchi o'tiradi. Esimda o'zim maktabimda 40 ta chaqim o'tirardik darsda. Okey. Unda test qilib ko'rsatib bera olamizmi? O'zimiz ota-onalarimizga o'zi qanaqa jarayon bo'ladi? O'shalarni bemalol ko'rsatib bera olamizmi? Albatta ko'rsatib beramiz. Demak, hozirgi jarayonda bilasiz, kimyoviy reaksiyalarda balki yonish ketadi, rang o'zgarishi ketadi. Bittami? Ikkilasidan tenidan oldi. Ana endi ikkalasi ikkita modda o'zaro reaksiyaga kirishadi. ikkita rang sizdan bitta qora paydo bo'ldi. Demak, mana bu ikkita rangsiz eritmadan deyapti. Bitta qora rangli eritma hosil bo'ldi. Keling, endi keyingi tajribamiz qilib ko'ramiz. Boyagi E'tibor qilyapsizmi? Ikkita sloy bo'lib qoldi. yana Va sloy tam. Ikkita zichligi har xil bo'lgan moddalar o'zaro anaqa qilyapti-da.
sal to'g'rilab qo'yaymi tekisligini? Qo'shilmadi. Hozir mana endi ketdi. Ana endi reaktorda kulminatsionni точка дошла. Qog'ozni shunday solasa suvi bo'ldi. Bo'ldimi? Qanigacha yo'q soladi, men anaqasini qarang. O'raganingizda Hozir oddiy qog'ozni suvga solganda yonib ketish jarayonini hech ko'rganmisiz? Qog'oz suvda yonmaydi. Bilasiz? Lekin biz oddiy qog'ozni hozir suvga solamiz. Qog'ozni ichiga biz reaksiya kirishuvchi bitta moddani o'rab qo'yganmiz. Bu o'zaro reaksiya kirishadi. Mana. Oqon qo'shi. Juda ham zo'r, lekin to'g'risi hozir mana допустим praktikada ham ko'rgan bo'lsak, вот shunaqa praktika bo'lyapti. Endi xavfsizlik taraflama nima deyishingiz mumkin? Endi baribir ham biz jonimizni baribir ham qanaqadir noxush hodisa yuz berishi mumkin. O'shaning uchun chunki o'shanda qanaqa variantlar bor xavfsizlikni oldini olish uchun? Siz nima qilasizlar? Masalan, bolalarga yonib ketadigan ba'zi paytlarda mana kuydiruvchi moddalar bilan ishlaganda qo'llariga perchatka taqishadi yoki bo'lmasa mana gaz bilan ishlaganda ko'zlariga ochki taqishadi. Va bunaqa katta miqdorda chiqadigan issiqlik bilan, yonish bilan, gazlar bilan boradigan reaksiyalar deyarli maktab tashkilotlarida, darsliklarda unaqa reaksiyalar o'tkazmaymiz-da biz. В начале процесса они проходят подготовку, это называется техника безопасности. Они сначала обязательно изучают эту технику безопасности, а потом после этого работают. Yaxshi, endi ota-onalarga nima deyishinglar mumkin siz? Допустим, ko'p ota-onalar endi bag'ri ham ikkilanishadi. Mana bu praktikalar endi, конечно, zo'r, lekin qo'rqishadi ota-onalar. O'shaning uchun вообще o'z ota-onalarga nima deyishinglar mumkin? Farzandlar, mana bolalar nazariy darsdan ko'ra laboratoriya qilish mashg'ulotlarini yaxshi ko'rishadi ular, lekin biz baribir mana shu laboratoriyani nazariyasini o'rgatishimiz kerakda. Bizga kelgan bolalar juda qiziqib o'qishadi va biz faxrlanib, maqtanib ayta olamiz. Bizning maktabimizda mana 7-sinfda o'qiyotgan o'quvchilar ham boshqa umumta'lim oddiy maktablarga borganda 9-sinf o'quvchilaridan ham ko'ra ko'proq bilimga ega bo'lishadi, to'g'risi. Shuning uchun ota-onalarni hech qanaqa xavotir bo'lmasdan bizning maktabga topshirishlarini, kelib o'qishlarini maslahat bergan bo'lardim, tavsiya bergan bo'lardim. Va qarang, oxirgi paytda juda ham ko'p savol berishadi. Oddiy maktabdagi o'sha fandan ixtisoslashtirilgan maktabdagi fanni nima farqi bor? То есть bu yerdagi nima farqi bor и oddiy maktabdagi nima farqi bor? Bizni tayanch maktabda, ya'ni ixtisoslashtirilgan biz Mirzo Ulug'bek nomidagi tayanch maktabda har bitta fan chuqurlashtirilgan holatda o'tkaziladi. Masalan, umumta'lim maktablarida 2 soat o'tiladigan fanlar bizning maktabda 3 soat, 4 soat yoki 5 soatgacha boradi. Keyin har bir fanning o'zining yetuk salohiyatli mutaxassisi, faqat bizda oliy toifali o'qituvchilar dars beradi va bizga keladigan o'quvchilar testdan, imtihondan o'tib kelishadi. Dars sifati juda ham a'lo darajada o'tadi, chunki o'quvchilar ikkiga bo'lingan holatda darslarda maksimal 10 ta o'quvchi o'tiradi. Bu faqatgina nazariy bilimlar emas, hozir ko'rib turgandan keyin amaliy tajribalar va undan tashqari mana hozir doskadagi interaktiv metodlar orqali ham dars jarayonlari juda ham qiziqarli bo'lib o'tadi. Ixtisoslashtirilgan maktabdan ko'ra, oddiy maktabdan ko'ra bilim baribir ham katta darajada. Albatta, ha. Nafaqat kimyoni bilimi, balki ingliz tili ham, fizika ham, matematika ham bizning o'quvchilar bir faxrlanadigan darajadagi olimpiadalarda ham, boshqa tanlovlarda ham, tadbirlarda ham yuqori natijalarga erishgan. Hattoki faxrlanadigan o'quvchilarimiz bor. 8-sinfda ham 6, 8, 9 o'quvchilarimiz bor. Ular nafaqat ingliz tilida, kimyodan ham yuqori bilimlarga ega. Barcha mana shu O'zbekistonimizdagi ota-onalarga ham farzandingizni mana shunaqangi
yuqori malakali salohiyatli pedagoglar ta'lim beradigan va ta'limni sifatiga javob bera oladigan ta'lim maskaniga farzandlaringizni kelib o'qitishlarini tavsiya bergan bo'lardim. Qarang, boya aytdingizki, что bizani ko'p o'quvchilar chetga borib, то есть universitetga chetga borishadi, to'g'rimi, o'qishga. И o'sha yerga borib yashashi kim tomonidan to'lanadi? Hammasi. U endi yutib olgan grantiga qarab. Misol uchun hozir 11-sinf o'quvchimiz 100% grantdan yutib oldi. U yutib olgan grantiga qarab u yog'i обеспеченияsi bo'ladi. Но желательно shu bolalarimiz shu darajada kuchli o'quvchilarki, hammasi chetga ketib qolyapti. Но желательно shu bolalarimiz o'zimizda qolgani yaxshi. Hozir New Uzbekistan bilan farmatsevtika agentligi bilan memorandumlarimiz bor. Bolalarimiz o'sha yerda o'qisa, bizni davlatimizni rivojlanishiga katta hissa qo'shgan bo'lardi. Но желательно o'zimizda qolishga harakat qilamiz. Вот men boya tushunyapman-da, o'sha bu yerda o'qiydigan o'quvchilar, aytaylik, grup aytaylik, wunderkind ekanda. Bilimi juda ham kuchli ekan, shunaqami? Не только kuchlik, o'zlarida qiziqish va intilish ham bor-da. Haqiqatdan ham kuchli. Ularga daskanali maydalab tushuntirishingiz shart emas. Ozgina yo'nalish berib qo'ysangiz bo'ldi, o'zi ketaveradi. O'zi ustida ishlaydi, bir loyiha ishlarini bersangiz shunaqa ishlashadiki, ularni ishlaganini ko'rib havasingiz keladi-da. O'zingiz ham birga qo'shilib ishlagingiz keladi haligilar bilan. Shunaqa zo'r fikrlar, g'oyalar chiqadi-da bu o'quvchilardan. Juda ham zo'r. Bolalarimizni mavqeini ahamiyati yo'q. Hammasi bir xil holatda o'qitiladi. Davlat hisobidan oziq-ovqat bilan ta'minlanadi, yotoq joy bilan ta'minlanadi. Bolalarimiz ahil, inoq, juda ham yaxshi. Zo'r. Okey, keyin yana bizning ota-onalarimiz har doim tepda aytishadi, endi грубо говоря, bolani boshidan уже hammasi понятный bo'ladi. Lekin mana, допустим, shu wunderkind bo'lish uchun wunderkind bo'lib tug'ilish shart emas. Unga erilishadi, to есть kelishadi unga, to'g'rimi? Endi qarang, mana shu hozir o'qiyotgan o'quvchilarni maktab payti qanaqa o'qishgan? Maktab vaqtida bu yerda maktab vaqtidagi o'qish mobaynida maktabda baho nisbatan qo'yiladi. Mana bu o'quvchiga nisbatan bu o'quvchi kuchliroq, o'shaning uchun bahosi sal yuqoriroq deyishimiz mumkin. Lekin bu yerda o'qish uchun ota-onalarning roli rosa ham katta. Bu yerga 7-sinfdan o'quvchini qabul qilsak, ular kamida 2 yil, 3 yil kurslarga borib, yaxshilab chuqur tayyorlanishi kerak. U chuqur tayyorlanadi, keyin bu yerga o'qishga kiradi. Bu yerga kira olmay qolgan juda ham yaxshi bolalar bor. Ana bu o'quvchilar ixtisoslashtirilgan maktablarga imtihonsiz qabul qilinadi. Bo'ldi. Shunda ota-onalar har doim mana shu ixtisoslashtirilgan maktabdan oldin o'quv kurslariga bergan yaxshi, to'g'rimi? Maktabdagi programma yetarli emas. Chunki fan borgan sari rivojlanib boryapti, chuqurlashib boryapti. Maktabdagi beriladigan bilim yetarli emas. Uning uchun fiziki o'qituvchilarni ham vaqti yetmaydi. Maktabdagi o'qituvchilarning vaqti yetmaydi. Qo'shimcha albatta shug'ullanish kerak. Bunda sizga, конечно же, Newton Akademiya yordam berishi mumkin. U yog'ini o'zi batafsil tushuntiraman. Sizga rahmat kattakon, shuncha batafsil ma'lumot berayotganingiz uchun. Ota-onalar uchun ham juda ham bir manfaatli informatsiyalar bo'ladi, конечно же. Sog' bo'linglar. Sizga rahmat kattakon. Shoirpa qiling, bizda endi bolalar bilim olgandan keyin yaxshi yeyish kerak, to'g'rimi? Albatta. Va kuniga bular necha mahal ovqat yeyishadi? 5 mahal ovqatlanishadi bolalar, bir kunda 5 mahal. 5 mahal. Undan bir mahali meva beramiz, 4 mahali ovqat. Bu yerda qanaqa ovqatlar bo'ladi o'zi asosan? Biz mana shu sampin me'yorlari asosida ishlaymiz. Bizga shu berilgan menyu bo'yicha ishlaymiz. Har xil ovqat, shu o'zbekona, mana shu milliy ovqatlarimiz ham har xil ovqatlar pishiriladi. Bo'ldi, tushundim. Xo'p, rahmat sizga kattakon. Bo'ldi. Ты тут учишься? Да, я учусь в 7 Б-классе, и я в этом году поступила в эту школу. Четко. И как тебе школа? Ну, мне она очень нравится. Она лучше, чем обычные школы, чем во много раз. Вот в чем разница именно? Например, здесь дают обед, например, бесплатно. Здесь есть допы, чтобы ходить в них. И здесь математика 9-10 классов, несмотря на другие школы. Окей. Ты тут живешь? Или... Нет, но есть те, которые здесь живут. А ты сам живешь дома, но сюда приезжаешь? Да. Как тебе вообще учеба идет? Хорошо начал учиться? Да, я нашла хорошо.
В чем разница именно от нормальной школы? Ну, в нормальной школе было слишком легко, потому что я ходил в дополнительные, и тот уровень для меня был слишком низким, чем этот. Понимаете, да? Да. Это, расскажи, ты тут живешь и учишься, да? Да, Откуда? ну из Ташкента. Из Ташкента? Просто немного далеко живу, поэтому Где живешь? в Сергели. В Сергеле. То есть ты тут живешь, правильно? Да, в общежитии. Общежитие, окей. А ты домой едешь? Домой едешь? Домой, да, по пятницам. Только по пятнице и в понедельник снова приезжаешь? Да. И как тебе вообще обстановка учебы? Хорошо, у нас с 4,5 до 6,5 допы идут. Каждый день меняется. А как ты сюда поступил? Учился в учебном центре усердно и поступил. Смотрите, вот, пацаны, вы где учились до этого, чтобы сюда поступить? В Ньютоне. В Ньютон Академии. Ньютоне? Серьезно? Да. А вы знаете, что мы с Ньютона? Да? Да. Машаллек. С Ньютона? Да. Вау. И что, вам понравилась учеба в Ньютоне? Да, нормально. Английский очень хороший. Так что, hurmatli ota-onalar ko'ryapsizlar, bu yerdagi bolalar даже Newton akademiyani tavsiya berishyapti. Shuning uchun просто Newtonga kelib, bizga ishonsanglar bo'ladi. Hurmatli ota-onalar, hozir biz observatoriyaga chiqamiz. Hozir bunaqa kadrlarni o'tkazib yuborishinglar mumkin emas, chunki hozirgi kontent bu eksklyuziv. Qani ketdik. Muhammad Amin, hozir biz qayerdamiz? Hozir biz Mirzo Ulug'bek maktabining tepasidagi observatoriyadamiz. Bu teleskop O'rta Osiyodagi maktablarga berilgan eng katta teleskop hisoblanadi. Mana shu rusum. Bu teleskop bilan qatligi nimani ko'rsak bo'ladi? Bu teleskopga 145 mingdan ortiq yulduzlarning koordinatalari kiritilgan. Ya'ni o'zi ichiga kiritilgan maxsus anaqa yulduzni bossa o'zi to'g'irlanadi o'sha yulduzga. То есть avtomatik to'g'irlanadi. Buni hozir kunduzi ko'rsa bo'ladimi nimadir? Lekin hozir kunduzi ko'ra olmaymiz, chunki quyosh xalaqit beradi. Lekin tunda ko'rsa bo'ladi bemalol. Kechqurun o'zingizlar chiqib ko'rsanglar bo'ladimi buni? Kechqurun endi tarbiyachi nazorati ostida bemalol ko'rsa bo'ladi. Вот oxirgi marta o'zingizlar chiqdinglarmi, ko'rdinglarmi? Qaysi yulduzni ko'rdinglar? Oxirgi marta Yupiter yaxshi ko'rinadigan payt bo'lganda chiqqandik. Endi hozir unchalik havo bulut bo'lganicha yaxshi ko'rmagan edi. Qo'yilman. Lekin bunaqa sharoitda, конечно же, har bitta farzandimga, допустим, men bergan bo'lardim, chunki bunaqa sharoitda bola katta bo'lsa, xudo xolisa kelajakda juda ham bir yaxshi inson bo'lib o'sadi. To'g'rimi? To'g'ri. Sizlarga rahmat kattakon, bolalar. Yaxshi ishlanglar, charchamanglar, besh olib qo'yinglar. Zo'r. Va biz hozir yotoqxonadamiz va ozgincha ma'lumot bera olasizmi? Albatta, maktabimiz blogida yotoqxona korpuslarimiz joylashgan. 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlar. 1-chi qavatlarda asosan qiz bolalar korpusi hisoblanadi. 2-chi, 3-chi korpuslarimiz, etajlarimizda esa o'g'il bolalar yotishadi. Har bir xonada 3 kishidan o'quvchi yotadi. O'quvchilar uchun hamma sharoitlar mavjud. Kiyimlarini joylashtirish uchun, darslarni qilishlari uchun. Undan tashqari ikkita tarafimizda, koridorimiz bosh qismida va koridorimiz orqa qismlarida, oxirlarida o'quvchilarimiz uchun yuvinishlariga sharoitlar yaratilgan va hamma sharoit 3 etajda ham mavjud. O'quvchilarimiz chetdan, ya'ni viloyatlardan kelgan o'quvchilarimiz uchun o'qib yashashlariga ham imkoniyatlar yaratilgan. Вот shunaqa savolda, o'quvchilar kechki payt chiqa oladimi ko'chaga? O'quvchilarimiz ma'lum muddatgacha kechqurun, ya'ni soat 6 gacha o'zlarining ishlari bilan sport keraklariga yoki bo'lmasa ota-onasi olib ketganda tashqariga chiqishlari mumkin. Undan kechga ko'chaga chiqishga ruxsat etilmaydi, lekin magazindan biror narsa, kitob, daftar sotib olishi mumkin yoki xohishiga qarab nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa, tarbiyachi ustozlarimiz bilan birgalikda chiqib kelishlari mumkin bo'ladi. Shunda ota-ona qo'rqmasdan bemalol uverendan beraversa bo'ladi. То есть qo'rqishga hojat bo'lmaydi, to'g'rimi? Avvalambor Alloh, lekin biz insoniylik qilishimiz kerak bo'lgan tarafni hamma narsasini xavfsizligini ta'minlaymiz. Tushunarli. Rahmat sizga kattakon. Mana bugungi intervyuimizni oxiriga почти kelib qoldik. Bu faqatgina 10 dan 5 qismi bo'ladi va keyingi qismlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, конечно же, izohda yozib qoldiringlar va like bosib qo'yinglar. Endi oxiriga keladigan bo'lsak, o'zingizni samimiy tilaklaringizni ayta olasizmi shu hurmatli ota-onalarimizga?
hurmatli ota-onalarimizni va bo'lajak o'quvchilarimizni maktabimizda intizorlik bilan kutib qolamiz. Ochiq eshiklar kunimizga tashrif buyurishsin va maktabimiz haqida to'laligicha ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishsin. Bizni ham kanalimizga a'zo bo'lishsin. Shu maktabni internetdagi tarmoqlarini mana shu yerga yozib qoldiramiz. Bemalol o'tib, obunani bosib qo'ysanglar bo'ladi. Keyingi qismigacha ham ko'rishguncha.